Demak azizlar, bugungi suhbatimiz inshaalloh qanoat to'g'risida bo'ladi. Aslida qanoat so'zi juda ham keng ma'noli so'z emas. Insonda Alloh taolo unga taqdir qilib, rozi qilib bergan narsasiga rozi bo'lishlik qanoat. Odamlar ba'zi o'rinlarda Robbisi ularga rozi qilib bergan taqdirga norozilik sababidan noshukrchilik o'rinlariga o'tib qoladi. Musulmon kishi Alloh taolo unga bergan narsaga rozi bo'lishlik kerak. Ana shunda odamlarning eng boyi bo'ladi, eng yaxshisi bo'ladi, eng Allohga yaqini bo'ladi. To'g'risi hamda boymisiz, boyni boyligicha qabul qiling, kambag'alimiz kambag'alligingizcha. Alloh taolo nega unga menga bermabdi demang. Demak, Alloh taolo agar sizga bermagan bo'lsa, uni bir hikmat bilan bermabdi. Unga ato etgan bo'lsa, uni bir hikmat bilan boy qilibdi. Aslida boylik inson uchun juda katta bir yutuq emas, kambag'allik bir inson uchun musibat emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo boylikni sinov uchun, kambag'allikni ham imtihon uchun bergan. Kim qanday o'rinda sabr qilishligi oxirida hisobga olinadi. Alloh taolo bir odamni rosa boy qilib yaratgan bo'lishi mumkin, lekin unga iymon degan gavharni bermagan bo'lsa, Xudoni tanimagan bo'lsa, ibodatda bo'lmasa, uni boyligidan foyda bormi? Hech qanaqa foyda yo'q. Alloh subhanahu va taolo bir odamni faqir bir hayot kechirgan, uchratgan bo'lishi mumkin, taqdiriga shuni yozgan bo'lishi mumkin. Xo'p, agar u iymonda bo'lsa, Allohni tanigan bo'lsa, qazo qadariga rozi bo'lsa, uni yeb turgan bir-birida hurmosida ham rozilik alomati bo'lsa, haligindan bu ko'ra afzalroqda. Ya'ni nimaga afzal bo'ladi desa, qazo qadariga rozi bo'lishingdan. Shuning uchun birodarlar, ulamolar aytibdiki, oqmisan oqligingga rozi bo'l, sariqmisan sariqligingga, qoramisan qoraligingga, bo'ying pastmi bo'ying pastligiga rozi bo'l, bo'ying balandmi bo'ying balandligiga rozi bo'lgin. Bo'ldi shu. Alloh taolo shunday yaratganmi, ixtiyor mana shunda. Uni biz nega Xudo buni bunaqa yaratgan ekan, nega bizni bunaqa yaratgan ekan deyishga haqqimiz yo'q. Biz u to'g'risida fikr qilmaymiz. Chunki Alloh buni shuni iroda qilgan, albatta buning hikmati bor. Alloh mana shuni xohlagan, bo'ldi, tamom. Biz mana shu narsada qoyim bo'lamiz. Ba'zi odamlar aytadi-da, falonchi odammi deydi, 10 ta do'koni bor ekan, 4 ta mashinasi bor ekan, falon narsalar bor ekan deydi-da. Ko'p narsani sanaydi. Sanayotgan tomon albatta bu narsalar unda bo'lmasligi mumkin. Lekin siz sanab berayotgan boy odam bor-ku, masalan, tomog'idan rak bo'lgan bo'lishi mumkin-da, uni umri sanoqli qolgan bo'lishi mumkin. Agarki u butun mol dunyosini jamlab turib, o'zini saqlab qolishlik imkoniyatini hamma doktorlar bilan yurib ketmaga qidirayotgan bo'lsa, uni imkoniyat bo'lmayotgan bo'lishligi mumkin. Uni siz bilmaysiz-ku. Sizni shuncha pulingiz bo'lmasa, shuncha do'koningiz bo'lmasa ham Alloh taolo umringizga baraka bergan, sihat, salomat, ofiyat, yaxshi yuribsiz, xotirjamligingiz bor. Allohga hamd ayting, mana shu katta ne'mat. Ana shunday insonlardan birlar bilan biz gaplashganmiz. Alloh subhanahu va taolo dunyoning eshigini shu darajada keng ochgan, hamma narsaga qo'l yetadi. Butun Yevropaga borib, qayerga borsa kasal, bemor, o'zini shifokoriga yozyapti, telefonda yozyapti, chunki gapira olmaydi-da, gapirishlik uchun til zabon kerak. U so'zdan ham tildan ham qolgan, shifokoriga yozyapti. Ey falonchi, dunyoni qaysi bir joyda mana shu kasallik uchun shifo bo'ladigan bo'lsa, biz mana shuni qilishlikka tayyormiz. Ya'ni bor desa boramiz, dorilarni olib ketsak olib kelamiz, nima muolaja qilish kerak bo'lsa qilamiz. Puldan muammo yo'q. Bizda eng katta odamlarni, ya'ni xosatan ba'zi bir yoshlarni baxtli qiladigan so'z, to'g'rimi? Puldan muammo yo'q deb qo'yadi. Qanday baxtli odamlar deydi, puldan muammo. To'g'ri, uni puldan muammosi yo'q, lekin uni hayotda ko'p muammosi bor-da, pul ham yechmaydigan. Siz uni bilmaysiz. U tashqi ko'rinishdan bundan qarab turib, puldan muammo yo'q deb yorsa, bo'ldi, qanday baxtli odam deysiz. Lekin ichiga kiring-da. Ana shunday deyapti, deydi, puldan muammo yo'q deyapti. Lekin shifokor ham o'qigan-ku, biladi-ku, undan oldin izlangan. Uni agar davolasa-ku, puli tegida qolishligi aniq. Yozyapti-da, hech qayerda buni davosi yo'q. U odam taqriban 15-20 yillar oldin o'tib ketdi. Alloh rahmatiga olsin. Juda boy odam edi. Lekin shunday bir yo'llar, shunday bir ishlar borki, Alloh taoloning taqdiri, Alloh taoloning xohishi hamma narsadan ustun va a'loroq. Ana shuning uchun Alloh taolo bergan rizqqa, taqdirga rozi bo'lishlik kerak. Alhamdulillah. Alloh shuni iroda qildimi? Demak, mana shu meni foydam desin. Gap bor, to'g'rimi? Dunyo ishida o'zingdan pastga, din ishida o'zingdan tepaga qara. Hech zamonda musulmon kishi dunyo ishida o'zidan tepaga qaramasin. Nima uchun Nabiy alayhi salatu vasallam ba'zi o'rinlarda boy odamlar bilan ham ulfat bo'lishni kamaytiringlar deganlar. Chunki boy odamning atrofingizda bor, endi hammamiz ham boy yaxshi ulfatlarimiz bor, yori do'stlarimiz bor, mehmonga chaqiradi, boramiz yoki bordi-keldi qilamiz, yaxshi. Lekin doimiy atrofimizda boy insonlarning ulfat bo'lishligi bizni dunyoga bo'lgan muhabbatimizni yanada ziyoda qiladi-da. Bir o'rtog'iz gap beryapti. Uyga borsangiz 4 qavat uy qurib qo'ygan. O'zingizda ham shunaqa uy bor, zo'r qilgan ekan, hamma yo'qni yaxshi qilgan ekansiz, shunday bir podbolga olib chiqibdi, bir bossa uyini eshigini tagida 40 ming dollarga lift qo'yib qo'ygan. Shunda kirasizda 1 2 3 4, subhanalloh. Men ham shuni qilishim kerak ekan deysiz-da. Sizdagi shu 4 qavatli uyga boshqa odamning yo'qligini esingizdan o'sha paytda chiqarasiz. Chunki bitta muammo borda, nima muammo bo'lsa shu uy ichida sizning liftingiz yo'q. Ana shu muammo.
Endi siz mana shu liftni qo'yishlik uchun albatta shu uyni buzasiz yoki boshqa joydan yer qidirasiz, yana boshqadan uy qilasiz. Qarabsizki, umringiz o'tib ketayotganligi, asosiy vaqtingiz zoya bo'lganligi, kasal bo'lib, soch soqolingizga oqarib, na ibodatga, na bir yaxshilikka yaramay qolganingizni bilmay qolasiz. Nimaga? Chunki ana shunday yoru birodar, uns ulfat bilan doim birgasizda, ulardan qolib ketmasligingiz kerak. Ular kiygan kiyimdan, ular yegan taomdan, ular ishlatadigan telefondan, ular minadigan ulovdan qolmasligingiz kerak. Agar qolib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Masalan, odamlar telefon tutadi bugun, to'g'rimi? Har yil yangi markasini olishga harakat qilamiz, iPhone tutayotganlar, to'g'rimi? Har yil yangi marka olishga harakat qilamiz. Bu qo'limizdagi telefon aslida eski emas edi u. Lekin biz odamlarni e'tibordan qolib ketmasligimiz uchun, mana bu narsadan qolib ketdingmi demasligi uchun har yili qo'limizdagi telefonni yengillashtirishga majburmiz. Ya'ni xuddi bizga bu vojibdek narsada, buni qilmasak gunohkor bo'ladigan odamdek, o'zimizni qo'limizda bo'lmasa birovdan qarz havola ko'tarib bo'lsa ham mana shu telefonni yengillashtirishimiz kerak. Bu kasallikda bu. Bu o'z ishlab turganimizda ishlab turibmiz, alhamdulillah. Yaxshi ishlab turibdi, buzilmayapti, boshqa qilmayapti. Yo'q, shunda qolmaymiz. Nimaga? Chunki odamlarni e'tibordan qolib ketib qolamiz. Doimo yengillashib, zamonga moslashib yurishligimiz kerak. Instagram ijtimoiy tarmoqlar orqali bu dolzarb masala. Ba'zi bir artistlar, ba'zi bir blogerlar chiqayapti bugun, ba'zi bir mashhur insonlar chiqayapti. Yurgan yo'lini telefonga olib yuradi. Masalan, kirgan hojatxonasi yo'q, yeydigan ovqatigacha, yashab turgan uyigacha, yotoqxonasigacha ko'rsatyapti bugun odamlarga. Wife deyapti, odamlarga qiziqishi juda bir nima masalalarga ulashaman deyapti. Aslida inson shu bilan baxtli bo'lmasligini hammamiz ham bilamiz, to'g'rimi? Qo'lida 3-4 so'm puli bor bo'lgan eng baland qatlamdagi odamlarni bu qilayotgan orzu havaslari bu yerlardan pasod tushib turgan qancha odamlarni sindirib tashlayotgani sir emas bugun, to'g'rimi? Qanchadan qancha yigitlarimiz masalan ko'p jumalarda aytayapmiz. Ayoliga masalan bir oyda bir yoki bir haftada bir gul sovg'a qila olmasligi mumkin. Ana shunday bir paytda ba'zi bir erkaklarimiz endi qanday pul topayotganini o'zi biladi. $1000 $1,5 $2 kunda so'lib qoladigan gullarni yuboryapti-da masalan. Uni odamlar olib ijtimoiy tarmoqqa, sahifaga joylayapti. Voy birodarlar, baxt bor-ku, baxt sokinlikni yaxshi ko'radi. Haligi odamlarda ko'z tegishlik degan narsa bor. Bilasizlarmi? Ko'z tegishlik. Ko'z tegishlik haq narsa. Nima uchun biz juma kuni imom xutba qilayotganda 2 marta mehrobda o'tirib turadi, bilasizlarmi? Buni hikmatini aytib berganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida odamlarning ichida shunday bir fosiqlari, fojirlari bor ediki, ko'zi qattiq bo'lgan insonlar bor edi. Ya'ni shunday bir ko'z bilan tikilganda odamni o'ldiradigan. Hali gapimiz bor-ku, qattiq ko'z tuyani qozonga tiqibdi degan gap bor. Ana shunday kishilardan bittasini kofirlar Nabiy alayhi solatu vasallam juma kuni xutba qilayotgan paytlarida olib kelib Rasulullohga qaratishadi. Shunda Jibril alayhissalom kelib Rasulullohni birinchi xutbadan keyin yelkalaridan bosib o'tkazib qo'yadilar. Hattoki Masjid Nabaviyning orqasidagi devor ag'darilib ketadi uni ko'zi qattiqligidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana ikkinchi bor o'tirib xutba qiladilar. Mana shu juma kunida qilinadigan xutbamizning sunnati mana shu. Ya'ni 2 marta o'tirib turish. Bu ko'z bor narsa. Bugun siz farzandi zurriyotingizni, yangi tug'ilgan bolangizni rasmini olib internetga joylayapsiz. Yangi uylanganlar kelin-kuyovni internetga joylayapti. Yangi oila qurayotganlar yoki ota-onalarni, ey birodarlar, yaxshi bu joylashlik. Lekin qanaqa o'rinlarda joylayotganimizga ham e'tibor beraylik. Biz o'sha yigitlarimiz druziya deb qo'yamiz yoki podpisчик deb qo'yamiz. O'sha podpisчигimizdagi druziyamizdagi odamlar masalan 50% bizga do'st bo'lsa, 50% dushman bo'lishi mumkin. Ularning qalbidagi nifoqi ochiq bo'lmasligi mumkin. Ya'ni sizni oldingizda turib hay barakalla deb qarshi chalib turgan bo'lishi mumkin, lekin ozgina yuzni burishingiz bilan o'sha qo'lidagi loyni olib yuziga chaplashlikka tayyor bo'lgan qancha odamlar bor. Biz hali ham bilmaymiz odamlarning qanaqaligini. Ana shuning uchun o'sha ijtimoiy tarmoqlarda hammani qo'zg'atayotgan odamlarga ikki og'iz nasihatki, birodarlar, bu baxt sokinlikni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rib oila qilyapsizmi? Marhamat qilib yuravering. Yaxshi joylarga borib o'tirib ovqatlanyapsizmi? Bismillah. Alloh topganingizga, yeganingizga baraka bersin. Yeyavering, ichavering, lekin uni internetga har kun joylashingiz shart emas. Yangi ulov olyapsizmi? Oling. Alloh undan ham yaxshisini bersin. Lekin uni ijtimoiy tarmoqqa joylashingiz shart emas. Yangi do'konlarga borib kiyinayapsiz, yangi shirinlik do'konlarga aylanyapsiz, qayerda yangi joy bo'lsa boryapsiz. Alloh baraka bersin molingiz agar haloldan bo'lsa. Muammo yo'q. Lekin buni har safar internetga, ijtimoiy tarmoqqa joylab odamlarni, oddiy xalqni, kambag'al bo'lgan, miskin bo'lgan, qo'li kalta bo'lgan odamlarni o'ksitib, bularni xafa qiladigan darajada ish qilmang. Safarga boryapsizmi? Alloh safaringizga xayrli qilsin, barakali qilsin. O'ynang, kuling, maza qiling. Lekin bu narsani olib ijtimoiy tarmoqqa joylab, umuman umrida chetga chiqmayotgan odamlar bor-da bizda masalan. U Turkiya nima, umra nima masalan, haj nima bilmayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Yaxshi niyat bilan orzu qilayotgan bo'lsa, ha barakalla. Lekin qalbida bir nifoq bilan yoki bir o'ksinish bo'layotgan bo'lsa, mana shu qilayotgan ishimiz qanchalik to'g'ri bo'ladi? Mana shu narsalarga odatlanaylik. Marhamat, Alloh taolo sizni ne'matga ko'mibdi. Qani siz ham bir qiynalgan, bir miskinni, bir faqirni, bir yetimni boshini silang. Alloh taolo sizni dunyoyingizni keng qilib tashabdi. Marhamat, oling, mana shundan foydalaning. O'zingizdan bahramand oling, boshqani ham bahramand qiling. Nega qilmaysiz shu narsani? Alloh subhanahu va taolo o'zining nafsini baxillikdan saqlangan kimsaga jannat deyapti-ku.
O'zimizni baxilligimizni qachon? Bizda odamlar nima deydi? Bizda odamlarning qiziq e'tiqodi bor. Odamlar aytadiki, bizda Alloh taolo qachonki menga bersa men unga beraman-da keyin deydi. Sen qo'lingdagi bor narsadan infoq ehson qilgan, Alloh taolo keyin senga beradi. Bor narsadan. Ehsonning eng yaxshi o'rni qaysi desa, salaf solihlar javob berishgan. Ehsonning eng yaxshi o'rni o'zi kambag'al bo'ladigan darajada baxillik qilib turganda bergan ehsoni. Pul topayapsiz? 10 ming dollar oyga daromadingiz bor, topib turibsiz. Shu nafsiz baxillik qilyapsiz, shuni berib yuborsa xuddi kamayib qoladigandek. Ana shu kamayib qolayotgan o'rnida bo'lib turgan paytda chiqarib bergan ehsoningiz eng yaxshi ehson. Ya'ni kambag'al bo'lib qolaman, shuni bersam deb turib, lekin shuni inkor qilmasdan bersangiz, mana shu eng yaxshi o'rin bo'ladi. Ve oldin ko'payib olsin, 10 ming bo'lsin, 100 ming bo'lsin, 500 ming, 1 million bo'lsin, keyin beraman, bermaysiz. To'g'rimi? Bugungi kechimizda 10 ming dollar bir yilga topsam yetadi degan odamlar bo'lgan, to'g'rimi? 10 ming dollar topsam, Alloh bir aliga yangi institutlarni bitkazib, o'qishlarini tamomlab, yangi ishga kirgan yigitlarning orzusi bor ichimizda. Yiliga 10 ming dollar topsam yoki 12 ming dollar topsam, oyga 1000 dollardan bo'lsa menga yetadi. Bugun shu odamlarning qo'lida 10 ming emas, 100 ming dollar bor, lekin yetmayapti deb baribir. Chunki insonning qo'lidagi dunyo ko'paygan sari uni o'lchovi qaricha kattalashib ketaveradi. 10 ming dollar topib turgan paytda Chig'atoy darvozadan eng oldi nonlarni olib, qaymoqlarni olib kelib, uyga o'tirib, farzand oilasidan rohat qilib yig'ayotgan bo'lsa, bugun u odamning 100 ming dollar bo'lgani uchun tayyor somsa yopadigan, non yopadiganlarni uyga chaqirib 2 soatda tayyor tandirdan issiqda uzdirib yeyapti, chunki uni nafsi shunga xohlaydi. Nimaga? Cho'jagida puli bo'lganligi uchun. Puli bo'lmagan odam bunaqa taomdan olmaydi, to'g'rimi? Biz ularni ma'lumot qilmoqchi emasmiz, aytganimizdek osh bo'lsin, ofiyat bo'lsin. Lekin birodarlar, hech zamonda o'sha qo'limizda turgan narsani borida qalbimiz qizg'anib turgan paytda mana deb chiqarib berib olganimiz eng yaxshi o'rni ehsonni. Bu haliga hech narsa kerak bo'lmay qolgandan keyin o'zimizdan bir o'ringa mihlanib qolib, Xudo bilan yaqinlashib qolganimizda, oyog'imiz cho'zilib o'lay deyotgan paytimizda uni ehson qil, buni ehson qil degandan foyda yo'q. Ehsonni oldinroqda boshlashlik kerak. Oldinroqda sog' salomat yurgan paytingizda mana deb bering, Alloh taolo sizga bersin. Xudo taolo bir berganga 10 ni beraman degan va'dasini bergan. Siz Xudo bilan shartlashasizmi? Alloh taolo oldin menga 10 ni bersa, keyin men birni beraman. Yo'q, siz oldin birni bering. To'liq iymon bilan bering, Alloh taolo sizga buni 10 ni ziyoda qilib beradi. Qarang. Alloh subhanahu va taolo ehson berishlikdagi eng yaxshi o'rinlarni bayon qilib beryapti bizga. Odamlardan xiralik qilib pul so'raydigan odamlar emas. Bu eshik tegib turadigan lo'lilar yoki tilamchilikni doim odat qilib oladiganlar emas. Kecha bugun odamlar men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, shu darajada tubanlikka yetyapmiz-da. Kecha bir joyga Zangata ziyoratgohiga bir ish bilan bordik, majlis bo'ldi. Shu joyda mashinadan qo'yamiz, hamrohimiz bor, aytayapti. Eshikda turgan bir odam kelib yordam so'rayapti. Shu ukam nima bemor bo'lib qolgan edi, sahar kasali bor edi. Sizlarning mashinanglar yaxshi ekan, ko'rinishinglar, holatinglar yaxshi ekan, shunga biroz bir yordam bersanglar savob bo'ladi dedim deydi. Sherigimiz ham shu odamida xo'p deb indamasdan tushib, o'sha Zangatada sal nariroqda farroshlik qiladigan ayollarning oldiga borib, shu odam shunaqa deyapti, shunga bir yordam bersa o'rnimikan desa, bu odam aldayapti. Bu odamning akasi allaqachon o'yinlarni o'lib ketgan. Lekin har kelgan odamlar mana shunday qilib pul yig'adi deyapti. Ya'ni bu narsalar odatga aylanib bo'ldi-da odamlarning ichida. Ya'ni hamiyat yo'q, uyat yo'q, odob yo'q. O'lgan odamning qo'lida varog'ini ko'tarib bemalol tilamchilik qilyapti odamlar bugun. O'lgan odamning nomidan pul yig'yapti, yo'q odamning nomidan pul yig'yapti. Ya Xudo taolodan qo'rqishlik kerak-da. U ehson beraman degan odamlar o'zi aslida eng muhtoj bo'lgan odamlar qanday odamlar desa, ularni bir qaraganingizda ularning kambag'alligi bilinmaydi. Yuzga qarasangiz boy odamlarda yuradi. Chunki nima bor? Iymonda haliga quvvat bor-da. Men deydi, birovda tilanib so'raymanmi deydi. So'ramayman deydi. Alloh taolo ahvolimni ko'rib turibdi-ku deydi. Ibrohim alayhissalom olovning ichida o'tiribdilar. Palaxmon toshida o'tiribdilar. Palaxmon toshida olovga otilinishlik soniyada bo'ladigan ishlar. Jibril alayhissalom kelyapti-da. Jibril alayhissalom aytayapti: "Ey Ibrohim, Robbingizga menga hojatingiz bormi?" deyapti. Ibrohim alayhissalom aytadilar-ki, men o'zimga o'xshagan banda nimaga, ya'ni Allohning bir yaratgan quliga hojatim yo'q. Robbingizgacha, Robbimga ehtiyojim bor-ku, lekin uni o'zi biladi, men uni so'rab o'tirmayman degan. Ya'ni Robbimga ehtiyojim bor. Ya'ni uni qutqarishni xohlayman. Ibrohim alayhissalomni o'tga ochyapti. Palaxmon toshida soniyalarda bilyapti bu ish. U kishilar nima deyaptilar? Robbimga ehtiyojim bor. To'g'ri, haqiqatan Robbimga ehtiyojim bor. Lekin Robbim uni ehtiyojimni aytmasa men biladigan zot, men uni o'ziga ishonaman deyapti. Otlayaptilar, olovga o'chyaptilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda bardan va salaman deyapti. Ey olov, sovuq bo'lgin, Ibrohim uchun salqin bo'lgin. Ya'ni yoqvormagan uni deyapti. Olov salqin, juda katta gulxan, salqin bo'layapti, salomatlik bo'layapti Ibrohim alayhissalom xotirida. Nimaga? Robbilariga bo'lgan to'la iymon bilan, ishonch bilan bo'lgani uchun. Ana shu tilamchilikning yo'liga qo'yayotgan odamlar bugun Allohdan hayo qilsin.
4 muncha sog' salomat bo'lib turib ishlamasdan, kasb-kor qilmasdan, menga unga yordam bering, menga buni yordam bering deydi. Hayron qolasiz, subhanalloh, hayron qol. Tog'ni o'rsi tarqon qilgan odamlar ishlamaysizlarmi? Falon joyga qarzga kirib qoldim, falon joyga musibatga kirib qoldim. Kirib qolgan bo'lsa, sizdan battar kirib qolgan odamlar bor, lekin dardini birovga doston qilmayapti-ku, ishlayapti, Allohga tavakkul qilyapti, sabablarni qilyapti. Xudo taolo dunyoda solih amal qilgan kishilarning mukofotini beradi. Biz mana rahbar odamlarga o'zi yaxshi tavsiya. Odam ishlatasiz, sexingiz bor, eshik-rom chiqararsiz, balkim pechenni chiqararsiz, yaxshi xodimlar bo'ladi. O'sha yaxshi xodimlarni rag'bat qilayotgan odamlarga narsa berayotganingizda bir umr mukofoti beryapsiz, pul mukofoti beryapsiz yoki biror bir narsa, telefon mayli deb va hokazo. Nimadir hadiya beryapsizmi? Ana shu hadiya berayotganingizda mana shu oyatni aytib keting. Albatta biz ularni go'zal amal qilganliklari uchun solih amallar bilan mukofotlayapmiz. Bu birodar shu dunyodagisi, inshaalloh Alloh taolo qiyomat kunida bundan ham chiroyli qilib bersin deb turib, uni o'sha omonatdorligi, uni o'sha yaxshiligi uchun mukofotlab qo'ying. Ya'ni Alloh taoloning mana shu Qur'oni Karimdagi oyatini esdan chiqarmaslik kerak. Biz odamlarga nima uchun yaxshilik qilamiz desa, odamlar bizni maqtab yurishligi uchun, falonchi odam boy ekan deyishligi uchun, falonchi odam bunaqa yordam qildi degan uchun emas. Balki mana bu odam Alloh taolodan solih amallarni umid qilganligi uchun, Alloh taolo qiyomat kunida buni go'zal amal bilan mukofotlashligi uchun menga yordam beryapsiz desak, ana shunda niyatlarimiz xolis bo'ladi. Chunki hammamiz ham mana shu niyatimizni birodarlar, birovga bir-birdan non berayotgan bo'lsak ham, Alloh taolo bizni mana shu qilayotgan solih amallarimiz uchun qiyomat kunida mukofotlaydi degan niyat bilan qilsak, ana shu Alloh taoloning huzuridagi narsaga ega bo'lamiz. Alloh taolo nima deyapti? Solih amal, yaxshi amal qilganlarga biz go'zal hayot, ya'ni qanoatni ato etamiz. Ochko'z bo'lmaydi-da. 20 ming dollar oyga pul kelib tursa ham pulim kamayib ketyapti, oldin 100 ming kelardi demaydi. Robbim o'zingga hamd bo'lsin. Allohim mana shu ketganiga sabr, qolganiga o'zing baraka bergin, mana shuni ziyoda qilgin. Allohga hamd bo'lsin, qanoat qilgan bandani Alloh taolo yaxshi ko'radi. O'zi aslida mana shu. Ikkita holatda ham odam yaxshilikka erishadi, qachonki boy bo'lib turib iymonli bo'lsa, kambag'al bo'lib turib iymonli bo'lsa. Ikki holatdagi odamga ham nadomat, afsus, vayl bo'lsinki, boy bo'lganda ham iymonsiz bo'lsa, kambag'al bo'lganda ham iymonsiz bo'lsa. Bir odam kambag'al bo'lib turib iymonsiz bo'lsa nima qiladi? Kambag'al bo'lib turib iymonsiz bo'ladigan bo'lsa, o'g'rilik qiladi, odam o'ldiradi, eng harom yo'llardan, eng fisq yo'llardan yurishga harakat qiladi. Chunki unda boshqa imkoniyat yo'qda. Ya'ni uni tasarruf qiladigan, uni tartibga soladigan iymon bo'lmaganligi uchun nima bor bo'lsa mana shuni qilishga harakat qiladi. Endi Xudo taolo shu odamga boylik berdi deylikda, iymon yo'q, boy bo'ldi, nima qiladi? Baribir aroq ichadi borib, narkotik chekadi, qizlar bilan zino qiladi, topgan molini faqatgina harom yo'lga tasarruf qiladi. Baribir yaxshilik yo'qda unda. Ana shuning uchun ikki holatda ham boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, muhimi iymon bo'lsin. Chunki molni, mulkni to'g'ri tasarruf qilish uchun ham birodarlar, insonga iymon degan eng oliy ne'mat kerak. Robbimiz bizlarni ham qanoatli, Allohga ko'p shukr qiladigan bandalardan bo'lishni nasib etsin. Birodarlar, ne'matni ziyoda bo'lishiga faqat bitta yo'l bilan bo'ladi. Allohga ko'p shukr qilishlik bilan bo'ladi. Parvardigoro, ne'matingga roziman. Parvardigoro, ne'matingga shukr qilaman. Parvardigoro, o'zing bizni shokir bandalardan qilgin deb ko'p duo qilishligimizgina ne'matni ustimizda davomiy va doimiy bo'lishiga sababchi bo'lar ekan. Alloh hammamizga yaxshi hayot, yoqimli hayot dunyoda ham oxiratda ham nasib etsin. Alloh taboraka va taolo hammamizni o'zi to'g'ri yo'ldan, sirotal mustaqimdan adashtirmasin.